Yaxshimsizlar, Mishsorundagi korxonchilar, ustozlar, yaxshimsiz? Shamsiyada yaxshimisizlar? Yaxshimsizlar, ekran oldidagi ko'runman do'stlar. Men G'ulji shahridan kelgan, ismim Tursunjon, kasbim remontchi. Men 13 yaşımdan boshlab shu avtomobil remont qilish kasbiga kirib, shu jarayonda bizning ba'zi bir uskunlarning, havo orqali ishlatgan uskunlarning bir xil kuchining intan zo'rligiga qarta keyin bir Qashqardan bir akimizning mushundaq bir havo orqali bir motorni qo'zg'atgan bir filmini ko'rgandan keyin bu havo orqali bir motor mangdigan bir ish bor ekan, men bu qilib ish degan bir o'yi bilan shu bilan men izinib oxiri shu motorning motori, mashinaning motori, traktorning har qanday mashinalarning motorini eng o'lchamli holatda havo bilan benzin salarga hech nima qo'ymagan holatda mangdigan holatga normal o'zgartirib chiqadak holatga keldimchu. Shu bilan hozir bu yerda men naqmaydan bir kichik sinoqni buni qilib bersam. Agar men xato tushuna olmagan bo'lsam, muojatda bilimim sal yetarsiz mening. Siz havoni yiqilg'u qilma demoqchiman. To'g'ri, to'g'ri. Benzin salar ketmaydi. Ko'rpa qaylansa. Ma'lum mana o'zingizlar ko'rib turibsizlar. 110 iliq 3 chaqliq, 2 chaqliq iliq motorlarning motorchi bu odatda. Buningga hech qanday tok yo'l, hech nima chetilmaydi. Hech qanday iliq sirtdan da tok asli mega qo'yachilar iliq maypur kishi g'izi bir-bilan bekitiladi. Undan narsa ketmaydi. Faqat chibandagi prislava havo bilanlar bu normal qo'zg'alib, shu qilgan ishni qila oladi-da. Men hozir bir sinaq qilib beray. Hadi men harakat qilgan vaqtida fadenjidan tok chiqib, lampochkalar yondi. Bisa o'xshash. Hozir o'taldi degan gap bor. Qo'zg'aldi, normal qo'zg'aldi. Butun xizmat, hamma narsasi normal bo'ldi. Odatda biz bu motorlarni qo'zg'atish uchun ya moda berishimiz kerak, ya bo'lmasa tepishimiz kerak. Bumuz qo'zg'almaydi-da. Bu hozir bu o'zgargandan keyin faqat yuqori besimli havoni bergan zamonda qo'zg'alib normal harakatni qila oladigan seviyaga yetdi-da hozir. Bu mening shaxsan o'zimning qiziqishim asosida yasalgan emasmi? Buningga nisbatan muhit bulg'maydi. Xombo deb qo'yamiz, pokiz bo'ldi. Anandan keyin buning qashili ko'rinish nisbati odatdagi mashinalarga qaraganda bek to'yon bo'ldi. Nimaga deganda buningda ortiq hech qanday motor xizmat qilgan tok yo'li, switch deb qo'yamiz, dianqo'shanjan deb qo'yamiz, ashtaq denmov deb qo'yamiz. Unda nurg'un narsa ketmaydi-da. Anandan keyin motorning umrimi odatdagi 10 yil yetadigan motor ma'noda o'zgartgandan keyin 20-30 yil mana yetadigan bo'ladi. Chunki buningda qiziq gradus bo'lmagandan keyin motorning o'zining normal gradusi tug'anligi uchun buniki umri texnik uzun bo'ldi. Buni hozir sizlar haydayotgan qandaylik mashinalar bo'lsa, ash mashinaning motorini elib, ichki qismini chugib o'zgartirib tangshigandan keyin bu ma'qul holatga keladi-da. Shunday joyiga tushadi, pek qalamga o'zgartish yo'q. Faqat yiqilg'isi almishidi. Unda o'g'anda mashinaga may qo'ymisiz bulamda? May qo'ymaysiz. Abdulni har 10 5 ming kilometr bir almashtirib tursangizlar bo'ldi. Benzin qo'ymaysiz, salar qo'ymaysiz, may versiz. Men ish qilib to'liq tushunib bo'lamadim. Hozir men korxonchilar tushunib bo'lib, men gaqsam bo'ldi degan gap bo'ldi-chu. Nim savollarni so'raydi-ki, shu jarayonni bizim bilib olaylik-a, shu Lazifa. Yaxshimisiz, Tursunjon? Yaxshimisiz. Hozir buni motorga masalan havo orqali qo'zg'aldi dedingiz, hech qanday may qo'shmaydi, boshqa hech qanday yiqilib qo'shmaydi. Buni motorning ichki qurilmasini o'zgartgandan keyin andan bo'ladi, shunami? To'g'ri, to'g'ri. Bu mangulik dvigatel deb tushunsak bo'lamda buni? Shu menmi shuningga taqlan kelganda qallamda o'tib. Endi men shu siz degan, Olimjon degan shu akamiz tunji qitim yasagan vaqtida Qashqar yarmarkasiga qatnashtirib turganchu. Men to'rdagi shu filmni ko'rib, buningda mushundaq bir motorni yasab normal xizmat qila oladiganini ko'rib, anandagi men yasash o'yida men yasab chiqdimchu. Keyingi kunlikda men shu ustozning qiyshiq bordim, yuzturani ko'rishib, amaliyotda qarasak bizning ishimizning yasagan motori ishga yangiz ekanchu. Yasalish usuli o'xshamaydi ekan, lekin xizmat prinsipi o'xshash. Shundan to'rdim biz ba'zi bir nimalarni materiallarni aqtursam, hozir ishkirda qarindoshlar yasagan bu motorlar bor.
bu motorlar endi bunga yana o'xshamaydi. Ularning hozirgi eng uzun ma'alaydigan musofasi 200 kilometrda bir tunga havoni qachilib olib, shu havo tukkicha 200 kilometr yo'lni ma'alaydigan shu bosqichdan bu kengayamadi bu. Buning u yog'i o'tolmadi. O'tolmagandan keyin bu hozirgi shu xil holatda bu to'xtaqliqda bu. Tadqiq qilish, uni qilish jarayonida men yana bir qurilma bu dempingning toki orqali mushu havoni ulgatib buningga yasu qilib beradigan bir qurilmaning sxemasi, loyihasini tuzib, biroq 3 chaqliq motorni sinaqni qilib baqdim, bir gangliq traktorni sinaq qilib baqdim. Men kelishdagi maqsad endi shu sinaq qilgan narsalarni bevosita shu silib, masalan, motorga manchilik uskunsini yasaymizda, masalan, 4 gangliq mashinaga mandaroq keldi, 6 gangliq mandaroq keldi. Shuning ovozini qilib bergan shunday bir qurilmalarni yasab chiqadigan mening o'zimning chertyoz loyiham bor. Shu loyiha bo'yicha mushta hamkorliklar o'rinlar bo'lsa, shuni yasab, buning musofasini 1000 kilometr yoki uni o'shiq holatga akilman degan maqsad bilan men bu yerga chiqdim-da.